Assalomu alaykum mehribon bekajonlar. Bugun suvlari tiniq bo'lib chiqadigan, o'zi esa xuddi shunaqa novvat rang bo'lib, ranglari juda ham go'zal bo'lib chiqadigan kompotlarni yopib olamiz. Barchangiz O'zbek kanali TV kanaliga xush kelibsiz. Ishimizni esa bismillahirrohmanirrohim kalimasi bilan boshlab olamiz va xuddi shunaqa kattagina kastrulkaga novvatdan foydalanamiz, shakardan foydalanmaymiz. Bu safar albatta uyda shakarim yo'q deb o'tirgan bekajonlar uchun juda ham foydali retsept bo'ladi. Kattagina kastrulkaga yoki bo'lmasam sirli paqirga 2 ta piyolada novvatni solib olamiz. Bozorlardan so'rasangiz xuddi shunaqa qozon tagi degan novvatlar bo'ladi, arzonroq bo'ladi. Shulardan foydalansangiz ham juda ham yaxshi chiqadi. 2 piyola to'ldir novvatni solib oldik. Endi esa bunga 3 litrli bankada 2 ta suv quyamiz, ya'ni 6 litr suv bo'ladi. Ushbu tayyorlayotgan siropim 2 ta 3 litrli va 1 dona 2 litrli bankaga yetadi, chunki mevalar solganimizda albatta suvi ham kamroq quyiladi. Meva bilan yarmigacha bankamizni to'ldirib olganimizdan so'ng siropimizni gaz plitamizga yoki xuddi shunaqa elektr pechkalarimizga qo'yib yaxshilab qaynatib olamiz. Bankalarni avvaldan yuvib tozalab qo'yganman. Endi bunga qaynoqqina suv quyib qo'yamiz, ya'ni 1-2 piyolada suvni quyib qo'ysak, mana shu qaynoqqina suvda o'zi issiqqina bo'lib turadi. Bankalarimiz shunda otib yubormaydi. Krishkamizga ham xuddi shunaqa qilib qaynoq suvga solib qo'yamiz qopqoqlarimizni. Men bankalarni hech ham parlamayman, xuddi shunaqa qilib issiqqina qilib mevalarni solib tayyorlayveraman. Bodring tuzlashda ham har doim xuddi shu uslubdan foydalanaman. O'rik mevasini shunaqa qilib donaklarini chiqarib olamiz va yana o'rigimizni o'z holiga keltirib yopib qo'yamiz. Shunda butun holicha turganga o'xshab turaveradi. Bankani ichida mana donaklarini chiqarib yuboryapman. O'rigimizni esa yana qaytarib joyiga joylab qo'yyapman. Mevamizni birdaniga ikkiga ajratib yubormadim. Bankani ichida chiroyli turishligi uchun shu uslubdan foydalanaman. Kompotlarni birdaniga 50 ta 60 talab yopmayman. Xuddi shunaqa qilib uyimga kelib qolgan mevalarni har doim 2 dona 3 dona bankalarga doim berkitib qo'yaman, ya'ni zakrutka qilib. Shunda ham o'zi podvalimda juda ham ko'payib ketadi. Kuz fasliga borib shu tayyorlagan kompotlarimiz 50 dona 60 dona bo'lib qoladi, ya'ni toma ko'l bo'lar deydi. Men har doim shunaqa qilib kunda kunora kompotlar yopaman. 2 dona, 3 dona, 3 litrli, 2 litrli bankalarda. 4 dona olma mevasi ham bor edi. Olmalarni ham xuddi shunaqa qilib bo'lib oldim. Mana shunaqa birak holatda, ya'ni yumshoq bo'lib, birak bo'lib qolgan mevalarni solmaymiz. Har doim kompotlar uchun eng toza va chiroyli qattiq mevalardan foydalanamiz. Shunda kompotlarimiz otib yubormaydi. Agar kompotlarni mevasini orasida chiriklari bo'lsa, albatta otib yuborishi mumkin. Endi qaynoqqina suvni quyib qo'ygan bankalarimizni chayqab suvini to'kib yuboramiz va ushbu tayyorlab olgan mevalarimni 2 dona bankaga solib olaman, ya'ni 1 kilogramm o'rigim mana 2 dona bankada chiqadi. Uyda shakar bo'lmasa ham shakarim yo'q deb o'tirmasdan xuddi shunaqa qilib yig'ilib qolgan novvatlarni sirop holatiga keltirib kompotlarni yopib olsangiz bo'ladi. Juda ham mazali kompot bo'ladi ushbu tayyorlayotgan kompotlarimiz. Novvatlarimiz juda ham shirali bo'lganligi sabab turgan sari kompotlarimizga mazza kiraveradi. Qish fasli kelguncha yana ham mazali bo'lib ketadi ushbu tayyorlayotgan novvatli kompotlarimiz. Bankalarga mevalarni solib qo'ydik. Endi siropimizdan xabar olamiz. Xuddi shunaqa sharaxlab qaynagandan so'ng yana 5-6 daqiqa yaxshilab qaynatib yuborishimiz kerak. Siropimizni salgina rang kirib qoladi. Shunda albatta olovni o'chiramiz. Novvatni iplari bo'ladi, tepasida suzib yurgan mana shu narsalarni nima ekan deb o'ylamanglar. Novvatni iplari albatta siropning ichida xuddi shunaqa bo'lib qotib ham qolishi mumkin.
Sirop yaxshilab sharaxlab qaynab chiqqandan so'ng yana 5-6 daqiqa sabr bilan kutamiz. Yanayam yaxshiroq qaynatib olib, bankalarimizga quyib olamiz. Bankalarga quyishda xuddi shunaqa setkadan foydalanamiz, chunki novvotni iplari bo'ladi. Mana shunday suzgich yordamida suzib olsak, iplari xuddi shu tepasida qolib ketadi. Bankamizni ichiga hech qanaqa iplari tushib qolmaydi. Albatta, mana shu setka to'sib qoladi. Tayyorlagan siropim aytganimdek 2 ta 3 litrli va 1 dona 2 litrli bankaga chiqadi. Menda meva qolmadi. Shuning uchun 2 dona 3 litrli bankani yopaman hozir. Qolgan siropni esa olib qo'yaman. Erta yoki indinga yana kompot tayyorlasam bemalol ishlatishim mumkin. Siropimiz mana bankalarimizga quyib oldik. Mevalarimiz ustidan xuddi shunaqa mana iplari bo'ladi. Setkamiz to'sib qoldi iplarini. Endi buni sakrutka qilib yopib olamiz. Juda ham oson, ko'rib turibsiz. Mehnat talab qilmaydi. Ko'rib turganingizdek 2 piyola novvotdan mana 2 ta 3 litrlida va 1 dona 2 litrlida chiqadigan sirop tayyor bo'ldi. Kompotlarimizni mana yopib oldik qopoqlarini. Endi esa xuddi shunaqa qilib orqasini to'nkarib qo'yamiz va balandroq joyga qo'ydim men. Nabiralarim kuyib qolmasligi uchun teparoqqa joylashtirib qo'yaman har doim. Ustini esa shunaqa issiqqina adyollar, dasturxonlar bilan o'rab qo'yamiz va 1 kunga qoldiramiz. Qolgan siropni ham suzib, mana shunday 1 litrlik, 2 litrli bankalarga quyib qo'yamiz. Menda xuddi shu bankadan 2 tada sirop chiqdi. Buni esa sovigandan so'ng xolodilnikka solib turaman. Erta indin kompot tayyorlaganimda bemalol foydalanaman. Oradan 1 kun vaqt o'tdi. Endi kompotlarimizni ustini ochib qo'yamiz. Hali ham issiqqina holatda. Mana ko'rib turibsiz, ranglari ham juda ham o'zgarib qolgan. Mana novvotni rangi kirib juda ham chiroyli bo'lib chiqdi. Tiniqqina, xuddi shu uslubdan foydalansangiz bo'ladi. Men avvalgi yilda novvotdan xuddi shu kompotlardan juda ham ko'p tayyorladim va sotuvga ham chiqarganman. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha sog' bo'ling.